hamma ayollarni bitta laylak tashlab ketadi desam ishonasizlarmi? Ular hammasi bir xil. Men mabodo telefonda video yuzibda gaplashib o'tirgan xonaga adashib kirib qolsangiz o'ldim. Ha, xolasi mana Feruzbek gapi bor ekan. Men gaplashib turib, men xamirimni qilib olay. Gapim yo'q, men nima deyim? Ulukamoriya dub zeleni deyman. Nima deyman men? Tabriklab qo'y, tabriklab. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymansan. Voy, tug'ilgan kun emas, nevarali bo'ldi. Men qachondan tug'ilgan kun bilan tabriklaydigan yoshdan nevarali bo'lgan odam tabriklaydigan yoshga o'tib qoldim. Men hali u darajada emasman, men pastdaman hali beri. Mana shunaqada e'tibor ham berishmay, g'o'dayib o'sib qolishgan. Voy, Real Madridda o'ynama hali nevarali bo'lish e'tibor qaratib turaman. Yo, men Radonda ishlayman. Qo'shnimizni qizi borligini qo'shnimizni qizi erga tekkanda bildim. U to'y bo'lganda, kandan cho'ganda. U yoqda ham kimdir ayas, u tarafda ham. Hozir men xonaga chiqib oladi deb turishni bitta xonaga chiqadi. 4 yoshli uxlab yotgan bolamni o'rnidan turgizib tur. Tur bolammi? Akangga hali yodlagan she'ringni aytib qo'y. Umuman ikkita suhbatga aloqasi yo'q mushuk gaplashib o'tiribmiz. Bittasi 4 yosh, bittasi 20 yosh. Keyin eng qiziga aytib bergandan keyin, "Bo'ldi, uxlaver bolam. Mana shunaqada kechqurun uxlashmaydi, to'palan qiladi bular." Ha, uxlayatdi. O'ylashim bo'yicha eng yaqin do'stga qarz berishni qonunan taqiqlab qo'yish kerak edi. Bu bola mendan olgan pulini seriozli qabul qilmayapti. "Hali pulni berasan desam, nimaga ishlatasan?" deyapti. Men o'zim bergan pulimni qaytarib olish uchun bankdan kredit olganda sabab bilan borishim kerakmi seni oldinga bu? Meni mirovazriniyamga ta'sir ko'rsatyapti. Kredit olmagan bank qolmadi, ishonasizlar? Banklar ham bilmayman haligi. Kredit olishdan maqsadingiz desa, qulpini yemaganim yancha bo'ldi desa ham berib yuboryaptimi, hayronman to'g'risi. O'zi shu 2005 tepasida bolalar ancha-muncha gap so'ziga ishon bo'lmaydi. Chunki bular maktabda hech qanaqa ChatGPT, hech qanaqa Google'siz maktabdagi hayotimda 3 varaqli insho yozgan bolalarda bular to'qish kerak bo'lsa nimadir? Dostoyevskiydan necha mingtaroqda o'qiydi. Yana istoriyasiga haligi Allohdan jon qarzimiz bor, bandasiga bosh egmaymiz deb bosh egmagan bandamiz qolmadi degan, non ursin deb Novvoydan qarz olib ketibsan-u. O'zi shu maktabda haligi bufetdan qarz olib ketib, ustoz kelib, "Dadang nomerini ber, telefon qilaman" desa, "Dadam xotini bor" degan payting tushunishim kerak edi. O'zi sen nimadir nito bo'lishini seni hayotingda. Men omad so'ziga sinonim sifatida tarixga kirsam kerak deb o'ylayman-da. Mana omad qushlari mana shu parkovga qo'yganda, omad meni tepalab olgan, bir ekanmas omad urib ketgan. Qay darajada odam omadli bo'lish kerak? Kursga ham ta'sir o'tkazish uchun-da. Men Rossiyada yurgan paytim pul jo'natsam O'zbekistonga, yedida 5000 rubl jo'natsam 3 tamikini somsa berardi. Hozir men ketdim, sirazi kursam yaxshi tarafga o'ynashni boshlagan. Asa pul jo'natadigan bo'lib davom etyapti, dash ketishda men siqilaman-da shuni ko'rib turib. Eng qizig'i biz pul jo'natadigan privilegiyalar ham holagancha cho'tar olib qo'yardi. Pul qachon boradi, aytish yo'q, uka, borganda bilasan deb turaverardi. Hozir mana privilegiyalar ham chiqdi. Anjirpay degan privilegiya chiqdi. Hamma sertifikatlari bor ekan. O'zbekistondagi Humo, Uzcard, Visa kartalariga pul tashlasangiz bo'lar ekan Rossiyadan. Xohlasangiz naqd pul holatda tashlaysiz ekan. Eng qizig'i shuni privilegiyalarni ustanib ketsangiz 400 rubl sizga bonus berar ekan. 400 rubl prosta berar ekan. Biz pul tashlash uchun 400 rubl berardi, ya'ni pul tashlab beradigan odam. Ishonasizlarmi? Men omadliman-da. Har kim sevgilisi bo'lishga haqli, ammo oshnam ikkovimiz qo'shimcha 2 ta yaxta, 2 ta Ferrari, 2 ta villa, xullas millioner bo'lishga ham haqli ekanmiz. Bunday o'tirib ikkovimiz hisob-kitob qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki biz o'chirib kelib qoldi-da, o'sha ajdodlarimizda ham Ferrarisi bor yo'q ekan, bir millioneri yo'q ekan. Shungaligi millioner bo'lmaslik, gendan emasligini isbotlashimiz kerak-da. O'sha sirazi millioner bo'lib ketmasak, o'sha ugri ham o'sal topyapti ko'rib, 1 so'm arenda to'lamayapti, soliq to'lamayapti bu yerda turganiga. Xullas, ashunga o'zingizlar ham vijdonan aytinglar, shu hayotga kelib achinmaysizlarmi? Yashagan umringlarga oshnam ikkovimiz millioner holatda ko'rmasin. Sizlarda o'ylayapsiz, o'lib ketgandan keyin shu ikkita bolani millioner holatda ko'rish nasib qilmadi deyishmasin deb. Shunga endi bir yordam ko'rasizlar, to'g'ri motivatsiya kerak emas. 16 tilda motivatsiya eshitdik, bizga motivatsiya aytgan odamlar ham bankrot ham bo'lib ketdi. Bir pul to'plab, bir surpriz qilsalar ham rosa maqsadga muvofiq bo'lardi, bo'lmasa to'g'ri rosa qiylanib ketdik. Sirazi bu. Ertaga 14-fevral bizni Telegram kanalimizda sevishganlarda 9-mart sanasigacha urushtirib qo'yish xizmati mavjud. Albatta ajoyib bahonalar to'plamini tayyorlab qo'yganmiz. Bu bahonalar to'plamini shu kerakli paytda urushib qo'yish bo'yicha uzoq yillik tajribaga ega mutaxassis va salohiyatli babnik akalar orqali tuzganmiz. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Bu yil qanaqa sovg'a oldingiz desa, senga meni o'zim sovg'aman deyorish har yili ham o'tolmaydi. O'tgan yil ham to'shnash sovg'ani bergan bo'lsa kerak. Sovg'ani yangilab turish kerak. Bu haligi o'sha srok o'tib qolgan bunaqa sovg'alar o'sha hech kimga kerak emas. Shuning uchun haligi xuddi menga o'xshagan Ayazdan boshqa hech kim sevmaydigan 14-fevralda Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni deb o'zini o'zi ovutib kech-kech uxlaydigan insonlar uchun ham alohida takliflar bor. Ertaga xohlasalar Tinch okeaniga chiqib ketyapmiz. Bir 1 litrli banka olsanglar o'lchab kelamiz Tinch okeanining suvi necha litrligini. Bo'ptimi? Labingda boling asalday, tilingda so'zing g'azalday. Qanday qilib bitta trend
odamga двойной нагрузка berish mumkin. Ikki taraflama. Bitta trend o'zida ikki marta siqilishi mumkin odam. Birinchidan, labingda boring asalday deyish uchun prava yo'q. Ikkinchidan, tilingda so'zing g'azalday deyish uchun ma'da nemdek qiladigan yo'q. Bu qanaqasiga bu trend? Haligi высший kategoriyadagi baxtli insonlar uchun chiqarilgan trend bu. Biz nima? Biz chiqaron, biz yerdan chiqqan qo'ziqorinmizmi yo biz qaysidir emlatgani vaqtida olmaganmizmi? Biz nima qildik biz? Qayerda xato qilyapmiz biz? Yo, men hamma odam baxtli bo'lishiga qarshi emasman. Hamma baxtli bo'l, lekin men ham qolib ketmay. Men ham qolib ketmasligim kerak-da. Men ham birga ketishim kerak-da hamma bilan. Bu yemagan trend mana shu, yemagan trend. Bu gunoh, bu maqtanish ashna qilib bu. Ashnaqa. Hali kunuzda yangilikni ko'rdinglarmi? Nechtadir odam dokument tarqab ketdi degan. Hali beri tasdiqlanmagan bo'lsa ham men baribir sizlarni ogohlantirib emas, sizlarga yaxshilik qilishda davom etaman, yaxshi odamman bilasizlar. Bitta telefon qilib, "Uka, sizni dadangiz taniyman, palonchi, pistonchi, ukangiz ham palonchi, pistonchi ekan, karta tashlang, pul yutib oldingiz" desa, hech qayerda qatnashmagan bo'lsa ham, "Bo'pti" deb kartani tashlab berib, "Akalar, yana bahorga chiqib, ha" desa, "Bir Rossiya borib kelaylik" deb turmanglar. Undan ko'ra tinchgina, "Kim u aka, tanimayman, hech ham bunaqa odam yo'q. Men mishig'im bilan bitta o'zimiz yashaymiz ekanmizlar" deb beringlar. Parol sap, qanaqa parol esda yo'q. Joni kecha nima qilib deganimiz esimizda yo'q. Biz mana shunaqa uyimiz bilan, oilaviy, mahallamiz bilan tin-ton kirishamiz, ketib qolgan jindaymo. Hali tuzimiz kamroq devara olasizlar. Hech kimga hech narsa aytmasa, bo'lmasa, nima ekan deb turaverish kerak. Men har ehtimolga qarshi ukamni ham bloklab qo'ydim. Sizlar ham mana shunaqa qilinglar. Qarochi, hozirlarga bitta narsa ko'rsataman. Ma telefonni qaranglar turishini. Mashinani tomida turibdi. Qarochi, mo'ykadan chiqqanmiz. Mo'yka qilgan bratniki, o'sha mo'shi brat telefoni mashinga qo'yib qo'ygan. Qolib ketgan. Biz gideta bir 15 kilometr yurganmiz. Uning ichida shashka-pashka bir narsalar, Shumaherdan chamindayroq yurganmiz. Qarochi, ashinda ham telefon turibdi, umuman mana. O'zingizlar ko'raman, mo'ykan izlari ham turibdi. Sal-pal parmar bir narsa qo'ying. Ashunday turibdi. Yana bir marta amin bo'ldim, halol peshini teri bilan topilgan narsa baribir ketmaydi hech qayerga, o'ziga qaytib keladi, halolligi uchun. Shuning uchun endi bu telefon sotiladi. Bir ham yaxshi odamman, bugungi kundan boshlab 30 kun mobaynida men ko'chada luboy ko'rgan odamga "Siz ham roza tutdingizmi yo tutmadingizmi?" deb hijolat qilish bilan shug'ullanaman. Meni tanigan hamma meni har xil yomon joylarga chaqirishni to'xtatinglar, bo'ldi. Men sizlar safiylardan emasman. Men dekret 62 ga chiqdim. Meni bemalol chaqirishinglar mumkin bo'lgan yagona joy bu iftor. Bugundan boshlab men iftor etyapman. Faqat go'sht bo'lsa boraman, bo'lmasa bezovta qilmanglar. Xo'p, men bugungi kundan boshlab aytganimda yaxshi ishlar namoyandasi, yomon va harom ishlarga qarshi kurash markazi rahnamo sifatida o'zimni tanishtiryapman sizlarga. Kim 30 kun mobaynida menga Instagramdan har xil ovqatli videolarini, ovqatli rasmlarini tashlaydigan bo'lsa, aytib qo'ya oldimdan sirazi bloklayman, ogohlantirib qo'yapman. Sirazi blok umuman umrbodga ochilmaydi. Qizlar, sizlar ham menga yozishni to'xtatinglar 30 kun. Yo, mayli, mayli 30. Xullas, Ramazon muborak. Oylik tugadi-yu, shu oy tugamayapti-da, onasini hamsin. Bilmaysizlarmi? Fevralda kunlar 64 soatli emasmi? 24 soat oldin bir pasda o'tib ketardi. Hozir soat kimdir baylab qo'yganmi bilmayman. 3 kun oldin qarasam ham 11-fevral edi. Hozir ham 11-fevral. O'zi oylardachi shu 15 kunlik qilib qo'ysangiz zo'r bo'lar. Har 15 kunda bir oylik olamiz deyman-da. O'zi har yili shu yilni boshidagi 12 oy rosa qiyin o'tadi-da, qandaydir bu. Bu yil ham shu haligi Mark Zuckerberg, Elon Musk'larda ham shunaqa hayol bo'larmikin, shu oyda eplab tugatib olsam, pulni yetkazib olsam, kreditlar ham turib, xalta urib qo'yganda zo'r bo'lardi, tamom deb sezon-pezonni kutamikin bular ham. Uni ustiga zerikib Instagramga kirsang, hamma Einsteinni, yomonlar Einstein, Miyagi bilan zo'r qo'shiqlar aytgan, duet. Einstein haligi Newton bilan duet holatda dunyoda hamma ucha oladigan fizika faniga katta hissasini qo'shgan odam nima hamma yomonlayapti? Bolalar, oldindan ogohlantirib qo'yapman. Roza kelyapti, iftor qilamiz, pul to'plab turish, pul bo'lmay qoldi deyishmasin deb oldindan ogohlantiryapman. Shu iftor bahana to'planaylik, bo'lmasa oxirgi marta to'plangan paytimiz biz Zaporoj Zaks mashina edi, shundan keyin to'planmadik. Har xil bahonalarni o'tmaydi, ishonamdan ulashmadi deyishmagan. Luboy nachalik 30 kun ichida hech bir marta ruxsat beradi. Bu uka borib kela, iftorga bo'lsa deydi. Xristian emasdir har holda. O'zbekchani shu menga o'g'ri so'zsa ham nachalniya post berishal desang chiqaraveradi. U soat nechidaligini bilmay qoladi degan bahana ham o'tmaydi. Bu iftor bu, peshindan chiqishga bo'lmaydi, kech payt bo'ladi. Har safargida qanaqa ovqat yeyishni kelisha olmasdan Telegram gruppadan nari tarqab ketishimga yo'q. Roza tutib kelasang, luboy ovqat shirin bo'ladi. Hamma tutib kelgan, haligi og'iz ocharga 3 minut qo'yganda hamma low hop o'tirganda bir kishi chekadek yer yangarib maydalab o'tirganda hech kimga yoqmaydi.
Hamma tutki bog'lab tutishgan, to'g'risi. So'kinishmaysan, ichishmaysan, chekishmaysan, chiroyli yurishasan, ha? O'zi yilda qolgan 12 oyda bir odam o'ldirib qo'yishmayapsan, xolos, to'g'risi. Shu ro'za ichib